Nurg'un kishilar savsavni makkar, qorniyat deyishidi. Siz ham shunday qaramsiz? Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uchparchalikni ko'rgan nurg'un do'stlar bilamiz. Savsavning kushandilari, dushmanlar asosan savsavni qorniyat, makkar, zolim deb atashadi. Hatto uchparchalik degan mushu kinoni ko'rgan nurg'un kishilarmi savsav o'ch, savsavni eski deb qaraydi. Ammo savsavda nurg'un kishilarda yo'q bo'lgan bir ortiqchilik bor. U bo'lsa-mu o'zininki orzusidan voz kechmaslik. Hem özünün nişan üçün barlığını bağışlaş. Mesela Dongjo padişahlığını tatvilip avam xalqı zulüm sağa vaqtda hech qandaq bir kishi onunğa ochiq aşkar qarşı chiqolmaydi. Ammo savsav uni qasligil bordi. Hatto u o'zininki qaslishning muvaffaqiyatli bo'lsin yoki mag'lubiyat bilan oyoqlashsin, u yerdan hayot chiqolmaydiganligini bilib turib, yana shu ishni qiladi. Nima uchun? Dal o'zining orzusi, avam xalqni yaxshi kunga erishtirish uchun. Shundoq bo'lganligi uchun u keyingi vaqtlarda nurg'unlagan cho'ng-cho'ng ishlarni qila oladi. Demak, biz iyilik tiklaymiz deyotganmiz yoki ma'lum bir ishni qutuq qozonamiz deyotganmiz, cho'qim o'zimizning orzusidan voz kechmaydigan, o'zimizning nishoni uchun barlig'imizni bag'ishlaydigan bir ruhni o'zimiz turg'izishimiz kerak. Agar siz buni qo'shilsangiz, astidagi inkas rayoniga 66 raqamini qoldirib qo'ying. Agar iyilik tiklashga oid, jahondachlikqa oid texnik ko'p mazmunni anglamoqchi bo'lsangiz, ayrim xonamga uchur qoldirib qo'ying.